Keling ishdaman. Kunli ishchiman. Ishingiz bo'lsa qilib berardim. Ye, kakras. Baquvvatgina bola ekansan. Qara, u vantdagi temirlarni ortish kerak. G'ayratga borsang tushuntiradi. G'ayrat! Tushuntirib yubor. Xo'p. Shularning hammasi qancha bo'ldi? 200 ming. 200 ming. Unda kerakligini ola qolaman, maylimi? Buni, nonni, pulim shularga yetar ekan. Qolganichi? Qolganini olib qolasiz. Bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Ketamizmi? Xo'jayimga savol bersam maylimi? Mayli, ber. Nimaga bir oyda bir kuningizni shunaqa o'tkazasiz? Meni ham senga savolim bor. Ertaga xuddi shu ahvolga tushmasligimga kim kafolat beradi? Buni menga otam o'rgatganlar. Bir kun qora mehnatda ishlab, mehnat qilib topgan pulingga do'konga kirasan-da, xohlagan narsangni sotib olishga harakat qil. Puling yetarmikin deganlar. Lekin nimagadir pulim yetmaydi. Har safar shunaqa. Hozir hayotimda hamma narsa yaxshi. Pul, obro', mansab, hamma narsam bor.